Tabriklaymiz Dildora opa. Tabriklaymiz. Necha yildan beri ishlaysiz obodonlashtirishda? 12 yil bo'ldi. Kamtarona mehnatlaringiz uchun, shuncha xalqqa nima, bu ham bir xalq duosini oladigan mehnat. Rahmat sizlarga ham. Sizga ham rahmat. Har doim oilangizga bosh bo'ling, farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring. Arzimasa ham. Voy rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yurtboshimizda shu 5 ta farzandimni yo'qlab kelibsizlar. Sizlarni Alloh yo'qlasin. Yo, rahmat sizga kattakon. Yurtboshimizga ming rahmat aytaman. Shunchalik qo'llab-quvvatlaganlariga, farzandlarimni tinch yurtda yashayotganimizga, bosh bo'lib turganlariga ming rahmat. Shu 5 ta farzandimni Xudo xolasa yaxshi o'qitib, yaxshi joylarda yurishini niyat qilaman hammaga. Prezidentimiz borligiga ham shukr qilaman. Tinch bo'lib yurganimizga, shunchalik yaratib, shular o'qisin deganlariga rahmat. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Men shu obodonlashtirishda ishlaganimdan juda ham xursandman. Halol mehnat qilib farzandlarimni o'zim shunchalik o'qitib, o'qishlarga kirganiga o'zim xursandman, faxrlanaman ishimdan. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining qarorlari bilan obodonlashtirish, chiqindi sohasida ishlaydigan xodimlarni, farzandlarini va nevaralarini kontrakt pullarini to'lab berish bo'yicha topshiriq bo'lgan. Shunga ekologiya qo'mitasining raisi bizani mana yubordilar sizni oldingizga. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat. Ko'p yillik mehnatingizni davlatimiz rahbari buni munosib baholash sifatida mana farzandlaringizga kontraktlarni to'lab, o'sha sotsial liftni yurishini ta'minlayaptilar. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Prezidentimizga ming rahmat. Shunchalik ishimizni hurmat qilib, mana shunaqa qilib bizlarni e'tiborga olib, shu kontraktimizni to'lab berayotganlarga ham kechuvxonamizda ham faxriy yorliq berishding, yaxshi ishchi deb. Ha, juda yaxshi. Rahmat. Nechadan beri ishlaysiz? 12 yildan beri. Prezidentimizga ming rahmat. Shunchalik bizlarni ishimizni hurmat qilib, inobatga olib, shunchalik qizlarimizni hurmat qilib, shu o'qishlarda kontrakt pullarini to'lab berayotganlarga ming rahmat. Dunyo turguncha tursinlar, umr yoshlari uzoq bo'lsinlar. Ishda ishlayotganimga ming rahmat. Boshida biz ishonmagandik bu narsaga. Xudo xolasa kelayotgan 2026-yil bundan ham zo'r narsa, yutuqlarga erishaylik. 3 ta farzandim bor, 3tasi ham qiz. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, hamma niyatimizga hammamiz erishib yuraylik.